Hujayra yadrosining ichkarisida DNK joylashgan. DNKning eng kichik funksional birligi bu gen. Gen o'ziga xos oqsilni kodlaydi. Gen oqsilga ikki bosqich orqali aylanadi: transkripsiya va translyatsiya. Transkripsiya oqsil sintezining birinchi bosqichi bo'lib, bu jarayonda gen o'qiladi va uning asosida matrisali RNK sintezlanadi. mRNK kelajakdagi oqsil uchun go'yo chizma vazifasini bajaradi. DNK ikki zanjirdan tashkil topgan bo'lib, ular ikki spiral shaklda o'ralgan. Har bir zanjir 4 xil nukleotiddan iborat. Nukleotidlar DNKning harflari yoki qurilish bloklariga o'xshaydi. Har bir nukleotid quyidagilardan tashkil topadi: dezokriboza, fosfat guruhi, azotli asoslar, adenin, guanin, sitozin va timin. DNKning ikki zanjiri o'zaro vodorod bog'lar orqali ulanadi. Bunda adenin bilan timin, guanin bilan sitozin bog'lanadi. Shu sababli ular komplementar juftlar deb ataladi. DNKning ikki zanjiri quyidagicha nom bilan ataladi. Birinchisi kodlovchi zanjir va matrisali zanjir. Kodlovchi zanjir oqsil uchun asosiy genetik ma'lumotni saqlaydi. Matrisali zanjir esa unga komplementar hisoblanadi. Har bir zanjir o'z yo'nalishiga ega. Kodlovchi zanjir 5 shtrix va 3 shtrix, matrisali zanjir esa 3 shtrix va 5 shtrix yo'nalishlarda o'zaro harakatlanadi. Masalan, biz ularni ko'rib chiqadigan bo'lsak, har doim birinchi kodlovchi zanjir keladi. Kodlovchi zanjirga esa matrisali zanjir komplementar hisoblanadi. Kodlovchi zanjir 5 shtrix va 3 shtrix yo'nalishida kelsa, matrisali zanjir esa unga har doim komplementar tarzda 3 shtrix va 5 shtrix yo'nalishda keladi va bir-birini to'ldiradi. Transkripsiya. Transkripsiya DNKning xromatindan ajralib dispersiya qilinishi bilan boshlanadi. Ya'ni spiral biroz ochiladi. Jarayonning boshlanish nuqtasi promotor deb ataladi. Bu genning boshlanish qismi bo'lib, ko'pincha tata geni bilan bog'liq, ya'ni tata ketma-ketligini o'z ichiga oladi. Promotor atrofida oqsillar va fermentlar yig'ilib, o'zaro kompleks hosil qiladi. Bu jarayonda asosiy ferment RNK polimeraza ishtirok etadi. RNK polimeraza DNKning ikki zanjirdan ajratib, taxminan 14 ta nukleotid ketma-ketligidagi uzunlikda ochiq hudud hosil qiladi. Bu hududning nomini transkripsiya pufakcha deb ataladi. U matrisali zanjir bo'ylab harakatlanib, 3 shtrix va 5 shtrix yo'nalishida o'qiydi. mRNKni esa 5 shtrix va 3 shtrix yo'nalishda sintez qiladi. mRNK va DNK farqlari. mRNK DNKdan quyidagi jihatlari bilan farq qiladi. Unda timin o'rniga uratsil mavjud. U DNKda komplementar tarzda sintezlanadi. Har doim bir-birini to'ldirib keladi va bir-biridan komplementar tarzda sintezlanib kelgan. Kodlovchi zanjirda 5 shtrix va 3 shtrix, matrisalida esa 3 shtrix va 5 shtrix yo'nalishda bo'ladi. mRNK esa 5 shtrix va 3 shtrix yo'nalishlarida harakatlanadi va bular bir-biridan o'qib mRNKni hosil qiladi. Kodlovchi zanjir 5 shtrix va 3 shtrix yo'nalishda bo'ladi. Matrisali zanjir esa 3 shtrix va 5 shtrix yo'nalishda komplementar bo'lib, kodlovchidan matrisali hosil bo'ladi. Matrisali asosida 5 shtrix va 3 shtrix yo'nalishib, bunda mRNK sintez qilinadi. Doim bular bir-biriga komplementar tarzda nukleotidlar ketma-ketligi keladi. Masalan, kodlovchi orqali matrisali orqali mRNK hosil bo'ladi. Terminatsiya. RNK polimeraza terminator deb ataladigan maxsus ketma-ketlikka yetganda transkripsiya tugaydi. Bu joyda mRNKda soch tolasi strukturasi hosil bo'ladi va RNK polimeraza DNKdan ajraladi. mRNK ajralib chiqadi.
DNK esa yana yopiladi. mRNKning modifikatsiyasi hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan mRNK hali yetmagan bo'ladi va quyidagicha o'zgarishlar hosil bo'ladi. Bunda qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Masalan, 5 shtrixda kap, ya'ni 7 metil guanozin qo'shiladi. 3 shtrixda esa ya'ni poliadenin zanjiri qo'shiladi. Bu strukturalar mRNKni barqaror qilishga yordam beradi va bundan keyin spliking, ya'ni tahrirlash jarayonlari boradi. mRNKda quyidagilarga bo'linadi. Bunda nimalar bor? Ekzonlar va intronlar bo'ladi. Ekzonlar oqsilni o'zaro kodlaydi. Intronlar esa kodlashda umuman ishtirok etmaydi. Splikosoma intronlarni kesib tashlaydi va ekzonlarni birlashtirishda yordam beradi. To'liq shakllangan mRNK yadrodan chiqadi. Sitoplazmada ribosoma bilan bog'lanadi. Shu yerda translyatsiya jarayonida oqsil sintezlanadi. DNK genlardan iborat va oqsillarni kodlaydi. Transkripsiya natijasida mRNK hosil bo'ladi. Promotor genning boshlanish qismi. RNK polimeraza mRNKni sintez qiladi. mRNK modifikatsiyalanadi va yadrodan chiqadi. Ribosomada oqsil sintezi amalga oshadi va shu jarayonlar ketma-ketligida o'zaro oqsil sintezi amalga oshadi.